Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Biz Toshkent Kazan nabirejnichi Nijniy Kamskiy yo'nalishlari bo'yicha qonuniy reyslarimiz haftada 2 kun seshanba, juma kunlar, Ufa Perm yo'nalishlari bo'yicha ham seshanba, juma kunlar soat 18:00 da Toshkent avtovokzalidan prima amalga oshiriladi. Sizga ham xuddi shunday ishonchli narxlarda ishonchli biletlarimiz kerak bo'lsa yoki joylaringizni onlayn xarid qilmoqchi bo'lsangiz, ekrandagi ishonchli raqamlarimizga qo'ng'iroq qilib, joylaringizni band qilib, savollaringizga batafsilroq ma'lumot olsangiz bo'ladi. Undan tashqari bizda Toshkent Moskva yo'nalishi bo'yicha ham qonuniy reyslar bor. Haftasiga 4 kun dushanba, seshanba, payshanba, juma kunlari Moskva shahrining Katennik metrosigacha Toshkent avtovokzalidan jo'nab ketadi. Soat 18:00 da reys paytlari boshlanadi. Hoziroq bizga qo'ng'iroq qilib, joylaringizni band qilsangiz bo'ladi. Avtobusimizda siz uchun yaratilgan barcha shart-sharoitlar, qulayliklar mavjud bo'lib, 2 ta monitor, 2 ta kuler, zaryadchik moslamalari, qishni yozda ishlaydigan konditsionerlar. Bundan tashqari siz o'zingiz bilan 50 kilodan 60 kilogacha yuk olsangiz bo'ladi. 51 ta metrdan iborat hech qanday ortiqcha odamlarsiz komfort avtobuslarimizda kulerlarimizdan foydalanib, 3 kunda manzilingizga bexavotir yetib olsangiz bo'ladi. Keyingi efirlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.